Dasturimiz davom etadi. Biznes doim o'qish, o'rganish va izlanishni taqozo etadi. Ishbilarmon doira vakillari nafaqat biznesga oid bilimlarni o'stirishi, shu bilan birga sohaga oid qonunchilikni ham puxta o'zlashtirib, ulardan samarali foydalanishi zarur. Toshkent shahrida o'tkazilgan Biznes Holistic 2025 xalqaro konferensiyasi ham shu mavzuga bag'ishlandi. Xalqaro konferensiya etika, shaffoflik va o'zaro hurmatga asoslangan hamkorlik hamda biznesni qanday qurish borasidagi muhokamalar maydoniga aylandi. Unda iqtisodiyot yo'nalishidagi ko'plab xalqaro tashkilotlar vakillari, global darajadagi ishbilarmonlar, tadbirkorlar hamda top menejerlar ishtirok etib, biznesni rivojlantirish borasida o'zlarining tajribalari bilan o'rtoqlashdi. Tadbirkorlarimiz o'zini g'oyalari bilan, o'zini takliflari bilan kelib, 17 ta mamlakatning vakillari, mutaxassislar, mentorlar yangi g'oyalar bilan gapirib berayotganda xorijliklar hayratda qolmoqda. Bu albatta shu rivojlanish natijasi. Bu yangi O'zbekiston, yangi imkoniyatlar, yangi bir g'oyalarni amalga oshirishga, yangi loyihalarni amalga oshirishga, yangi hamkorlarni topishga albatta juda ham katta ko'mak beradi. Konferensiyada tadbirkorlikni boshqarishning zamonaviy usullarini o'rganish va muhokama qilish, biznesda shaffof yondashuvlarni joriy etish bo'yicha ham muhim takliflar bildirildi. Shuningdek, yetakchi tadbirkorlar, yirik xalqaro tashkilotlar, davlat idoralari vakillari tomonidan ilg'or tashabbuslar ilgari surildi. Bu esa mamlakatimizda tadbirkorlikni yanada barqaror rivojlantirishga xizmat qiladi.